ya'ni O'zbekiston oliy ta'limi umuman bo'lmaydi, chetga ketgan fikrlar ham bo'lgan. Ustoz, misol uchun siz ba'zi bir paytlarda motivatsiyasi tushib qoladigan payt bor. O'sha payt sizga ichingizda olov yoqib bera oladigan inson bo'lishi kerak deb o'ylayman. Hozir atrofimda kuzataman-da, ko'pchilik O'zbekiston meditsinasi bo'lmaydi, tashminimal doktorlik bitirib chiqadi. Qaniydi pulim bo'lsa chet elga borib operatsiya qilib keladigan narsalar eshitaman, juda xafa bo'laman. Inson hozirgi bilimidan qoniqish kerak emas. Ya'ni siz qancha bilimingiz bo'lsa ham siz har hech kim emassiz. Men ham Xudo xolasa katta bo'lsam, albatta shifokor bo'laman degan narsa o'tgan ko'nglimdan. Bu yo'nalish juda ham qiyin. Yiqilish bor, turish bor. Agar sen shu yiqilganingda tura olasanmi deyishgan. Men endi uni tushunmasam ham tura olaman degan edim. O'sha Nobel olgan insonlar ham bizdagi odamlar. Ko'chadagi odam ham, ular ham hammamiz bir xilmiz. Biz ham qachondir ola olamiz. Xudo xohlasa, juda ham katta niyatim bor. Shu Nobel oladigan shogirdlarim ma'lum bo'ldi. Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun Kolba o'quv markazining muvaffaqiyatli bitiruvchilarining keyingi sonida sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugungi mehmonimiz Madina Botirova bo'ladi. Bizlarda 2023-yil, 2024-yil o'quv yillarida o'qigansiz. Assalomu alaykum siz. Va alaykum assalom. Ha. O'zingizni bir tanishtirsangiz bemalol. Yuqorida ta'kidlab o'tganingizdek, 2023-2024-yil mobaynida Kolba ta'lim markazida abituriyentlar safida o'qiganman va hozirgi kunda Toshkent tibbiyot akademiyasi davolash yo'nalishida grant asosida talaba bo'lib o'qib kelyapman. Demak, grantga o'qishga kirgansiz. Necha ball bilan kirgandingiz? 186.6. Salkam 189 ekan. Salkam. Biologiyam 99.55% bo'lgani uchun maksimalga yetmagan. Demak, milliy sertifikatingiz ham bo'lganmi? Qaysi fandan sertifikatingiz bo'lgan? Kimyo fanidan A+ darajali sertifikatim, biologiya fanidan 99.55% milliy sertifikatim bo'lgan. Juda yaxshi. Siz hozir Toshkentda o'qiysiz. Masalan, davolash fakultetida, to'g'rimi? Xo'p, o'zingizni institut haqidagi fikrlaringizni bitta bildirib bera olasizmi? To'g'risini aytsam, institutgacha bo'lgan davrda juda ham menda manfiy fikrlar ko'p bo'lgan. Ya'ni oliy ta'lim sen o'ylagan darajada emas. Sen shuncha harakat qilyapsan, oliy ta'lim bu darajada bo'lmaydi. Ya'ni O'zbekiston oliy ta'limi umuman bo'lmaydi, chetga ketgan fikrlar ham bo'lgan. Lekin Xudoga shukr, oliy ta'lim u darajada yomon emas ekan. Men kutgandan ancha yaxshi. Juda yaxshi. Hozir juda yaxshi. o'qiyapmiz. Keling, suhbatga kirish uchun bir boshidan kelsak, o'zi Madina qanaqa bu sohaga kirib qoldi? Umuman o'zi nega aynan doktor bo'laman deb qoldingiz? O'shandan kelsak. Kichkinaligimda o'zi oilamizda oyim meditsinaga aloqador shaxslar, ularni ishxonalariga borardim. Erta har xil shifokorlar turli xil bemorlarga xizmat ko'rsatishardi va eng yoqqan tarafi ularni shu bemorlar tuzalgandan keyin shifokorlarga duo qilishardi. Shunaqa o'sha payt shifokorlar xursand bo'lishardi. O'shani ko'rardim-da. Men ham Xudo xolasa katta bo'lsam, albatta shifokor bo'laman degan narsa o'tgan ko'nglimdan. Keyinchalik 6-sinfga chiqqanimda o'zgardi bu. Ya'ni turizm sohasidan ketaman, til o'rganib, aynan shu sohalar bo'ldi. Lekin hayot taqozosi bilan yana 8-sinfimda ustozim o'zlaridan o'zlari kelib, biologiya ustozim, "Sen olimpiadaga olaman" dedilar. Bo'lmasa biologiya haqida ham, ximiya haqida ham ma'lumotim yo'q edi. Keyin shu olimpiada bahonasida meditsina fanlariga kirdim. Keyin demak, shu meni taqdirim ekanda meditsinaga qiziqib ketdim. Tushunarli. Endi aynan doktorlikni sohasini tanlashingizga ota-onangizni bunda roli qanday deb bilasiz? Ota-onam doim meni qiziqishlarimni qo'llab-quvvatlashgan, lekin aytishganki, bu yo'nalish juda ham qiyin. Yiqilish bor, turish bor. Agar sen shu yiqilganingda tura olasanmi deyishgan. Men endi uni tushunmasam ham tura olaman degan edim. Lekin Xudoga shukr turdim. Alloh nasib qildi, turdik. Chunki men ikkala sertifikatimni ikkinchisi olganman, birinchisini ololmaganman. O'sha qiyinchiliklar paytida ham ota-onam qo'llab-quvvatlashgan. Sen qachonki o'zing o'sha sohani yaxshi ko'rsang, o'sha sohani albatta professional bo'lasan. Sen pul uchun unaqa soha tanlama deb doim menga shuni maslahat berishgan. Xudoga shukr, tanladim. Hozir endi shu talaba bo'lib yuribmiz. Juda yaxshi. Men o'qigan vaqtlaringiz esimda endi. Qanaqa o'qiganlaringizni bilamiz. Ozmuncha mehnat qilmasizlaringiz. Sizni eng qiynalgan vaqtingiz mana shu vaqtgacha, hozir tibbiyotni tanlaganingizdan boshlab shu vaqtgacha aynan qaysi jarayonda sizni eng qiyinchilik damlarda o'tgansiz? Ustozlarim doim aytishardi, mehnat qilsang natijaga erishasan deb. Mehnat qilardikda, negadir doim menda imtihonlarda 0.8, 0.2, 0.6 yetmas edi. Ximiyadan biologiyaga nisbatan yaxshiroq o'qiganman, lekin biologiyadan birinchi sertifikat bo'ldi. Undan tayyorlandik, topshirdik. O'shanda adashmasam 86% sertifikatida eski tizimda. O'shanda 86 ga 0.4 yetmagan. 85 6 bo'lgan, 0.4 yetmagan. Endi mehnat qildim-ku, hamma hayratda. Endi ko'pchilik oladi deb o'ylashgan. Maylini keyingi topshiramiz dedik. Ximiyaga tayyorlandik. Ximiyadan 0.2 ball yetmagan. 85 8 bo'lgan, 0.2 yetmagan.
nimaga unaqa bo'lyapti deb keyin ustozlarimiz bilan o'tirib maslahatlashganmiz. Ustoz aytganlar o'shanda ustoz menga unaqa demaganlar. Ya'ni men oldin shunchaki aytardimki, shifokorlik bu yaxshi daromad olib keladigan kasb deb o'ylardim va maqsadlarimni noto'g'ri qo'ygan edim. Bir kun dars payti ustoz tabrikladilar sertifikat olganlarni. Menga endi olmaganman. Bir tarafdan xafa bo'lyapman, nega bunaqa. Keyin ustoz aytdilar, sizlar qachonki natijaga erishasizlar, sizlarni faqatgina mehnat qilganinglar bu natijaga erishishdi degani emas. Sizlar agarda maqsadinglarni to'g'ri qo'ymas ekansizlar, u narsaga erisha olmaysizlar dedilar. Men shunda o'ylab qoldim. Ko'nglimdan qanaqadir jiz etdi. Uyga borguncha shuni o'yladim. Madina, demak sen maqsadlaringni noto'g'ri qo'ygan ekansan. Sen shifokor bo'laman deding. Bu ko'proq daromad olib keladi. Bu oliy nasabli kasb deb tanlading dedimda, keyin maqsadlarni o'zgartirdim. Mayli qadariga rozimiz deb kirganmiz deb tayyorlanishni boshladik va ketma-ketlikda bir oy farq bilan ikkalasidan ham ketma-ketlik sertifikat oldim keyin. Juda yaxshi qarang, har bir hikmati bo'ladi dedi. Birinchisi yetmay qolib, keyingisi 100 ballga yaqin olgansiz, ikkalasida ham 100% ga yaqin olgansiz. Eng qizig'i, lekin bitta narsaga shukr qilaman. Xudoyim mehnatim baribir yuzaga chiqarardi. Uyimdagilar o'qimabsan-ku degan narsa qilishmasdi. Sabab 0.4-0.2 yetmadi maksimalga. Demak, o'qiyotgan ekan degan ishonch bor edi. Shunisiga ham shukr qilaman. Har holda. Juda yaxshi, demak, ota-ona o'rni juda katta. Juda katta. Hozir juda o'zim o'rgangan narsam bu yoqda niyatni o'rni. Chunki niyat to'g'ri bo'lgan vaqtda natija undan yaxshi bo'lish boshladi. Xo'p, Madina, siz hozir yana yoshligingizga qaytib qolsangiz, taxminan bir 10 yoshingizga qaytib qolsangiz, yana mana shu meditsina sohasini tanlarmidingiz yo boshqa sohaga o'tib ketish ehtimoliniz qancha? Chunki shu kungacha Xudoga shukr biron marta bekor bu yo'nalishni tanlaman demadim. Chunki qancha meditsinani o'qiyman, shuncha ko'p mo'jizalarni ko'raman. Bu shukr qilaman, yaxshi ham shu yo'nalishni tanlaman. Ko'pchilik o'zi meditsina qiyin deydi. Rostdan qiyin o'zi boshqa sohalarga nisbatan va bu qiyinchilikda o'ziga yarasha zavqi bormi, nima deydi? O'sha. To'g'ri, qiyin, ayniqsa sog'liq ketadi. Hozir institutgacha bo'lgan davr o'zi qiyin, institutdan keyin undan ham qiyin bo'lar ekan. To'g'risi ko'pchilik aytadi, talabalar o'qimaydi, unaqa emas ekan. Ustozlar ham talab qiladi, biz ham Xudoga shukr o'qiyapmiz. Kechqurun bilan o'qib chiqamiz, ko'z ketar ekan birinchi o'rinda, sog'liq ketadi, uxlama kuniga 2-3 soat uxlanadi, dars juda ham ko'p. Bu immunitet tushishiga sabab bo'ladi, xolos sog'liq ketar ekan. Undan tashqari endi nima deydi? Ximiya, biologiya tan olish kerak, boshqa fanlarga nisbatan qiyinroq fan. Ya'ni u boshqa dunyo, bu boshqa dunyo. To'g'ri, bog'langan bo'lsa ham baribir qiyin. Shu ikkala qiyin fanni baravar olib ketish juda ko'p mehnat talab qiladi. Albatta. O'zi shifokor shu jamiyat uchun shifokor bo'ladi, o'zi uchun emas, o'zini yoki faqatgina oyimni, faqatgina dadamni davolaydi deb emas, jamiyat uchun shunaqa bo'ladi. Shunga yarasha Xudo o'zi savobini ham oldi. Xudo xohlasa. Hop, Madina, endi qanday o'quv markaziga kelib qoldingiz? Ko'p o'quv markaziga kelishingiz qanaqa bo'lib qolgan? Adashmasam bizgacha ham qayerlardadir o'qigansiz, bir necha joyda. Juda qiziq bo'lgan. Oldin juda ham hozirgacha ham mashhur bo'lgan o'quv markazida o'qiyotgan paytim onam kelganlar. Kolba ta'lim markazida ham markaz bor ekan, o'qituvchilar bilimli ekan. Ayniqsa Doniyor Nasriddinov degan ustoz bor ekan, juda bilimli inson ekan. O'sha yerga borib ko'rasanmi deganlar. Men tabiatan o'quv markazlarini almashtiradigan, ustozlarni almashtirishni yaxshi ko'rmaydigan inson bo'lganman. U bilim sifatimga ta'sir qiladi deb o'yladim. Yaxshi o'qiyman, oyijon deganman, yurganman. Yil oxirgi bilimimda sushlash juda sezildi. U shaxsiyatimga ham ta'sir qildi, chunki baribir sizni muhitingiz ta'sir qilar ekan sizga. Bilim darajasida ham, shaxsiyat darajasida ham ancha o'zgardi. Oyim keyin bo'ldi, borasan dedilar, keldik. Birinchi kuni bu imtihon bo'ladi. Imtihon natijasi chiqquncha men Sanjar Shoyibbarov ustozimiz bor. Ular guruhlariga kirganman. Birinchi kuni o'rtadan bo'lishda qolaman dedim, chunki erta o'quvchilarni ustozga bo'lgan hurmati juda yuqori darajada. Ayniqsa bitta narsaga qoyil qolganman, ustoz kirguncha lattalarni yuvib doskani artib qo'yishar ekan va ustoz doska artishgacha даже qo'yib berishmaydi. Shu narsa juda ham hayratlantirgan. Bo'ldi deganman, demak, mana shu yerda qolar ekanman deb. Keyin darsdan keyin Sanjar Shoyibbarov bilan gaplashganmiz. Natijam chiqqan, yuqori guruhga Jasurjon Ajimov ustozimizdan guruhlarga o'tganmiz, keyin o'qish boshlangan. Tushunarli. O'zi ayni o'sha joyga qo'shimcha qaytib ketmoqchiman. O'zi o'quvchilarga singdiriladi bu narsa. Majburlab doska artilmaydi. Shunaqa vaqtlar bo'ladi. Ko'pchilik yugurib chiqib artishadi. Va o'quvchilarga aytadigan gapimiz shu bo'ladiki, ustozni o'zi bittagina qilishinglar mumkin bo'lgan xizmatinglar bor ustozinglarga. O'sha ham deyman, doska artishga yo'l qo'ymasliginglar deymiz. O'zi o'quvchilarni o'zi bu narsalarni qoyillatishadi. Xo'p, qarang, oldin boshqa o'quv markazida o'qigansiz-ku. Ayni o'sha boshqa o'quv markazida bo'lmagan, bu yoqda bo'lgan nima sizga ta'sir qilgan? To'g'risini aytaman, oldingi o'quv markazida o'qiganimda aynan nimaga bu yo'lga chiqib qolganimni unutib qo'ydim. Nimaga shifokor bo'lishimni ham unutib qo'ydim. Hayot faqat ximiya, biologiya o'qishdan iborat deb o'ylab qoldim va
agarda siz nimaga shu yo'lga chiqqaningizni bilmasangiz, baribir siz hop ertalabdan kechgacha o'qiysizmi, hop 24 soat o'qiysizmi, baribir bilim sifatingiz pasayadi. O'shandan keyin o'zimda ham sezdim tushish va Kolba ta'lim markaziga kelganimda shu narsani e'tirof etish kerakki, bu yerda bu yoqda faqatgina ta'lim tarbiya bilan bir qatorda qadriyatlar juda muhim o'rin tutadi va qadriyatlarini bilgan inson, menimcha o'ylayman, kelajakka maqsad qo'yishga qo'rqmaydi. Shuni albatta. O'zi birinchi darsda siz bo'lmagansiz. O'zi agar birinchi darslar bo'ladigan bo'lsa, o'quvchilar keladigan birinchi dars bo'ladigan bo'lsa, ularga birinchi aytadigan gapi mana shu bo'lardi. Maqsading aniqmi yo'qmi? Agar aniq bo'lsa, yo'li aniqmi yo'qmi? Yoki mavhumlik bo'lsa, kimdir majburligidan kelsa, baribir bu qaysidir qiyinchiliklardan orqa qaytib ketish aniq bo'lib qoladi-da. To'g'riman. Tushunarli. Boshida kelmaganman. Siz bilan gaplashishimdan oldin ustozlaringizdan endi ozroq ma'lumot olganman haqingizda demoqchiman. Aytishdiki, men ustozga bo'lgan odobi, shu jihatlarni dedi, ancha boshqalarga ham o'rnak bo'lib qoladi. Bu albatta yaxshi demoqchiman. Aynan mana shu narsalarda siz o'zingizda shakllantirishingiz uchun nima sabab bo'lgan? Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, judayam o'zini bilimim bo'lmasdi, bilimim yaxshi emas edi. Negadir atrof muhitim shu bilimim meni yuqori darajada deb xulosa kelishimga sabab bo'lardi oldingi o'quv markazimda. Kelganman, Jasurjon Asimov bilan birinchi suhbatimizda menga kimya kerak emas, menga biologiya kerak deganman. Ustoz shunda qaraganlar, judayam bilimingizga qiziqdim, savol berib ko'rsam bo'ladimi deganlar. Ha deganman. Bitta savol berganlar, chiroyli qilib o'rnim ko'rsatib qo'yganlar. O'sha payt esimda hali ham yer yorilsa yer tegib ketsam edi deganman. Chunki shu darajada madaniyat bilan, shu darajada odob bilan o'zim joyim ko'rsatganlarki, ya'ni sen hali hech kimsan, sen bu bor biliming hech nima emas. U karalashku u yoqda tursin degandek ko'rsatib qo'yganlar. Ya'ni o'shandan keyin ustozga ixlosim tushgan. Demak, shu ustoz mana kelajakda kimdir qila oladi degan o'yda keyin ustoz deganmiz. Madina, endi 5 qo'l barobar emas. Hamma o'quvchi potensial jihatidan yoki bo'lmasa qobiliyat jihatdan har xil bo'ladi demoqchiman. Men ustozingizni ko'proq maqtaganiga aytyapman sizda. Endi baribir bu yoqqa chaqirishdan oldin kimni chaqiramiz, boshqa muhokama qilinadi demoqchiman-da. O'shanga ustozingiz sizni anchagina odob jihatlar qildi, maqtashdi demoqchiman. Aynan bunaqa odobli bo'lishga yoki bo'lmasam ilmga ta'siri bor. Ustoz qanchalik ko'p hurmat qilsa, shuncha yaxshi ilm o'tadi va ustoz ham shuncha ko'p mehr bilan ilm beradi demoqchiman. Aynan siz ustozingizga bunaqa mehr tushishingizga yoki bo'lmasam bu narsani hayotingizda o'zingiz foydalanib ko'rganmisiz? Ya'ni o'qituvchiga qancha hurmat oshsa, bilim darajasi ham juda ham yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, oldin bilim yaxshi bo'lmasa ham, lekin o'zimga ko'p baho berardim va o'qituvchilarga bo'lgan hurmatim unchalik yuqori darajada emas edi. Ya'ni u o'qituvchilarga bo'lgan hurmatim unaqa yuqori darajada bo'lmasligiga ba'zi bir o'qituvchilar sabab bo'lgan. Men oldin hamma o'qituvchi faqat pul uchun o'qituvchilik qiladi. Ya'ni kelaman, darsimni o'taman, bo'ldi, pulimni olaman, ketaman deb o'ylaydi deb o'ylardim. Bu Kolba ta'lim markaziga kelgunimcha, keyin Kolba ta'lim markaziga kelganimga qarayman, o'qituvchilarchi faqatgina pul uchun emas, ya'ni o'zi o'qituvchilarga faqat shu 2 soatligiga pul to'lansa, biz bilan 12 soat ham o'tirib shug'ullanishardi. U vaqt aloqasi yo'q, faqatgina shu o'quvchini manfaati uchun ishlashardi, o'zligisini manfaatligi uchun emas. Shunda o'ylardim, shu o'qituvchi shuncha men uchun mehnat qilyapti, bilimimni o'sish uchun shuncha harakat qilyapti. Nimaga men ularni hurmatligisini joyiga qo'yib, nega men ham ular bilan birgalikda harakat qila olmayman degan narsa o'y o'tardi. To'g'risi, ustozlar behurmatsizlik qilishga arzishmasdi bizdan. Ayniqsa Kolba ta'lim markazi ustozlariga qancha hurmat bildirilsa ham shuncha kam deb o'ylayman va qancha nima deydi, ustoz nima desalar o'shani qilishga harakat qilardim. Ya'ni bilardim, ustoz har bitta maslahatlarini hayotimda qo'llasam kam bo'lmayman va qancha qo'llaganim sari shuncha muvaffaqiyatga erishardim. Shu uchun ham ustozga juda ixlosim baland edi. Tushunarli. O'zingiz nega ustoz bo'lmagansiz? Ya'ni ustozlik ham, shifokorlik ham endi bir xil mashaqqat talab qiladi va ikkasi ham jamiyat uchun-ku. Boshida bu o'y mendan ham o'tgan. Ayniqsa Kolbaga kelgandan keyin men ham o'qituvchi bo'lsammikan degan o'y o'tgan, lekin keyinchalik maqsadlarimni to'g'ri qo'ydim. Men o'zi bu yo'nalishga nimaga chiqqan edim? Ya'ni o'qituvchilik yo'nalishida professionallar bor hozir. To'g'ri, meditsinada ham bor, lekin hali bozor unchalik ham to'lmagan. Misol ayniqsa ayol shifokorlar juda ham kam va shu sababli xudo xolasa kelajakda shu ayol shifokorlar bozorini sifatli darajada to'ldirish uchun ham to'xtadim, sen shifokor bo'lishing kerak deb keyin o'zim tartibga keltirib oldim. Tushunarli. Qarang, siz maslahat o'rinroq qarang. Hozir shunaqa o'quv markazlari bor yoki umuman olganda o'qib yurgan o'quvchilar bor, yo o'zini ustida o'qishyapti yoki bo'lmasam qayerdadir o'qishyapti demoqchiman. Ichidan qanaqadir ko'ngli to'lmayotgan bo'lishligi mumkin yoki bo'lmasam o'quv markaz tanlashda yoki baholashda qanaqadir nima narsalarni birinchi o'ringa qo'ysa bo'ladi.
avvalambor yaxshi o'quv markaz yaxshi bitta ustoz topish kerak. Shunaqa ustoz bo'lishi kerakki, u ustozga o'zini bilimini bemalol ishona olish kerak. Menda ham oldin bo'lardi, bilimim yetmayapti, DTM ozgina qoldi deb qo'shimcha testlar, nimadir ishlab yurardim. Lekin bu yaxshi emas. Siz qancha oldinga harakat qilsangiz, oldingizdagi mayda narsalarni ko'ra olmay qolishingiz mumkin va o'sha mayda narsalar sizga juda ham muhim bo'lishi mumkin. Men o'sha Kolba ta'lim markazini tanladim, ustozlarimga ishonch bildirdim. Nima deyishsa qilardim, vazifani qo'ldan kelgancha to'liq qilishga harakat qilardim. Shuni o'ziga yetib bordim. Men ximiyadan A+, biologiyadan sertifikatlar olishim. O'ylayman, inson kimgadir ishonishi kerak, avvalambor o'zini bilimiga, ya'ni o'zini bilimini ishona oladigan ustoz topish kerak va o'sha ustozga ixlos qo'yib, birgalikda harakat qilsa yetib oladi. Juda yaxshi tavsiyalar bo'ldi. Endi o'quv markazi nimasiga e'tibor berish kerak? Ya'ni chunki muhit ko'p narsani hal qiladi. Undan tashqari tizim bo'lishligi mumkin, sharoit bo'lishligi mumkin. O'sha aynan o'quv markazida nimaga e'tibor bersin? Chunki ustozlar yaxshi izlab topish, yaxshi ustozlarni izlab topish ham qiyinroq. Mayli topganda ham unda ham muhit qanaqa ta'sir qiladi va bo'lsa qanaqa nimaga qarab ajratish o'sha muhitda yaxshi yomonligini. Ko'pchilik ximiya biologiyadan kuchli o'qituvchi, sertifikati qanaqa ekan, oliy toifali ekan deydi. Lekin bu ham muhimdir, lekin avvalambor ustozda qadriyat bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ustoz, misol uchun siz ba'zi bir paytlarda motivatsiyasi tushib qoladigan payt bor. O'sha payt sizga ichingizda olov yoqib bera oladigan inson bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ya'ni shunaqa ustoz topish kerakki, shunaqa o'quv markazi topish kerakki, u o'quv markazi o'quvchilari faqatgina natijasi bilan emas, odobi bilan, qadriyati bilan mashhur bo'lsin. Shu o'zi yetadi. U yaxshi o'qib olish uchun. Juda yaxshi. Mana shu boya gapirganingizda bir gap esimga tushib ketdi. Bir xil o'quvchilar o'tadi. Men o'zim darsda o'tib ko'rganman-ku. Bir xil o'quvchilar o'tadi. Darsda o'tirgan vaqtda, birinchi darsni boshlagan qanaqadir mo'jiza kutadi. Hozir mana shu ustoz deydi, meni qanaqadir meni qiziqtirib ketsa shu fanga, shu doktorlikni qolaman yoki men shu fanda o'qib ketaman deydi. Vaholanki odam o'zini ichida bo'lishi kerak-da, ko'p narsa. Bu narsa demoqchiman, sizni qarashingiz yoki sizni fikringiz qanaqa bu narsalar bo'yicha? Endi agarda siz qiziqishingiz bo'lmasa, ustoz yo'q joydan olib miyangizga nimadir solib qo'ya olmaydilar. Avvalambor inson o'zida qiziqish bo'lishi kerak. Qiziqish bo'lgandan keyin ustoz o'sha nima desa bo'ladi, bitta misol uchun daraxtni poyasi deydigan bo'lsak, agar o'sha qiziqishingiz deydigan bo'lsak, ustoz o'shandan bitta chiroyli nima deydi, naqqoshga o'xshab nimadir naqsh chiqarib bera oladi. Ya'ni u daraxt poyasi yo'q bo'lsa, ustoz qatdan chiqarib beradi. Shunaqa. Madina, o'zingizni 16 yoshli Madinaga qaytib qolsangiz, o'sha Madinaga nima tavsiyalar bergan bo'lardingiz? O'zingni to'g'rilab ol. Ya'ni shaxsiyat inson hozirgi bilimidan qoniqish kerak emas. Ya'ni siz qancha bilimingiz bo'lsa ham siz hali hech kim emassiz. Va nima deydi, qadriyatlar bu shunchaki so'zda aytiladigan narsa emas. Bu juda muhim narsaligini tushunib ket va har bir daqiqangdan nima deydi, mazmunli foydalan. Chunki vaqt kutib turmaydi. Xuddi shunaqa vaqt kutib turmaydi. Siz qilmasangiz kimdir qiladi shu ishni. Lekin albatta qilishadi. Ayni vaqtda nimalar bilan shug'ullanyapsiz? O'sha haqida bitta ayta olasizmi? Hozirgi kunda birinchi kurs tugatdik, Xudoga shukr. Sessiyalar yaqin, sessiyalarga tayyorlanmoqmiz. O'quv yili men kutganchalik emas, ancha yaxshi o'tdi. Bir qancha olimpiadalarda qatnashdik, yaxshi natijalarga erishdik. Ustozimiz bilan hozirgi kunda bir nechta ilmiy loyihalar ustida ishlab kelmoqdamiz. Xudo xohlasa, keyingi yil Zulfiya xonimga topshirish niyatimiz bor. Shu yurib. Bu sizda qanaqadir ishlar qilyapsizmi? Bu ustida hozirgi kunda kitob yozyapmiz. Bu mendan emas, ustozimdan chiqqan fikr. Kitob nomi Diabetes mellitus va genetik asos. Ustoz aytdilar, mana Toshkent tibbiyot akademiyasi kutubxonasida talabalar yozgan juda ham ko'p kitob bor, lekin foydaligi yo'q. Biz shunaqa kitob yarataylikki, u faqat seni Zulfiya olishingga emas, keyinchalik sendan keyin talabalarga ham foyda keltirsin. Xudo xohlasa, shu keyingi yillarga chiqaramiz. Keyin sanoqli o'quvchilar Toshkentga kirgandan keyin juda zo'r ekan, men xohlaganimdan ko'ra yaxshiroq ekan deydiganlar, o'zingiz eshitib bo'lsangiz kerak, juda kam. Men bu narsani sababini anaqa deb o'ylayapman. Ko'pchilik kirgandan keyin ko'p narsa o'ziga bog'liqligini menimcha his qilish kerak endi odamlar. Agar o'zida bo'ladigan bo'lsa, xatga kirib o'qisa ham ko'p narsa o'ziga bog'liqligini. Toshkent tibbiyot akademiyasi misol uchun o'zim o'qiyotgan joyda sharoitlar juda ham yaxshi. Agarda o'qiyman desa hamma sharoit bor. Hamma narsa inson o'ziga bog'liq. Hech kim sizni miyangizga nimadir qo'shib qo'ya olmaydi. Mana misol uchun oldingi ajdodlarimizda ham Abu Ali ibn Sino kabi ajdodlarimizda ham unaqa ideal ta'lim sistemasi, ideal sharoitlar bo'lmagan. Hattoki kitob o'qishga ham sharoit bo'lmagan. Shunaqa sharoitda ham ular olim bo'lib yetisha olishdimi? Nimaga biz bo'la olmaymiz? Shu narsani aytganimda, sen hozir yashayapsan, o'tda bilan bu farqi bor deydi. Lekin hamma narsa inson o'ziga bog'liq. Ustozimiz aytardilar.
o'sha Nobel olgan insonlar ham bizdagi odamlar. Ko'chadagi odam ham, ular ham hammamiz bir xilmiz. Biz ham qachondir ola olamiz, faqatgina ularning mehnatini qilsak. Xuddi shunga yarasha men o'ylayman, hamma narsa insonning o'ziga bog'liq. Hadeb manfiy narsa qidirmasdan musbat narsa ham qidirish kerak va agarda o'qisangiz sharoitlar bor. Tushunasiz, ayni misol o'zimiz o'qiyotgan o'quvchilar endi har xil vaqt sharoit bo'ladi, har xil holat bo'ladi. Ayrim o'quvchilar siz o'qigan vaqtingizni eslayman-da endi. Siz o'qigan vaqtlaringiz baribir issiq bo'lardi. Issiq bo'lishi nimada? Xonada nechta o'quvchi o'qiyardi? 40 35 ta bitta xonada shuncha odam o'tirganligi uchun konditsioner ham yordam bermasdi demoqchiman. Shunaqa issiq bo'lsa ham o'quvchilar o'sha nimadandir mavzudan qolib ketmaydi deb o'tiraverishardi va hammasi yaxshi o'quvchilar edi. Sizlar vaqtlaringizdagi demoqchiman. O'sha guruhlaringiz shunaqa yig'ilgan guruh edi demoqchiman. Men aytmoqchi bo'lganim hozirgi o'quvchilar bor ayrimlari o'tirishadi. Salgina o'zi xohlagan holatda shamol tekib kelmasa ham yoki bo'lmasam salgina havo yetishmayapti. Bu ana shu narsalar bor-ku, boshqa o'quv markazlarida o'qishlik emas, balki umuman tibbiyotda umuman shifokorlik bo'lishdagi qarorlarga ta'sir qiladigan narsalar bor shunaqa. Bu juda katta to'siqqa sabab bo'ladi. Biz klubda o'qigan paytimiz isitmamiz chiqadimi, o'lib qolamizmi, ustoz darslarini ko'zimiz qiymasdi. Kelardik, xoh kech uxlab qolsak ham yetib kelardik. Ozgina gapirsak ham ustoz darslarini o'tkazib bormaylik derdik. Chunki ustoz bir kunda qancha ma'lumot va juda qimmatli maslahat, har bitta darsda qanaqadir maslahat berardilar. O'shani ko'zimiz qiymasdi. Agarda nimadir bahona qilib orqaga chekinadigan bo'lsa, u kelajakda ham katta narsalardan orqada qolishga sabab bo'ladi. Misol uchun biz ham hozir ideal ta'lim sistemasini kutadigan bo'lsak, rivojlanishdan orqada qolamiz. Vaqt kutib turmaydi. Vaqt ketyapti, siz ham o'zingiz ishlashingizga majbursiz. O'zingiz uchun o'zingiz harakat qilmasangiz, hech kim siz uchun harakat qilmaydi. Tushunarli. Siz kutmagan yana bir savollardan biri, o'zingiz o'qigan vaqtingizdagi bo'lgan o'z guruhdoshlaringiz bilan, ustozingiz bilan bo'lgan 3 ta eng qiziq voqeani aytib bering. Agar esingizga tushsa. Eng qiziq voqea, eng uyatli voqea bu ustozdan gap eshitish bo'lardi. Nima deydi? Hamma mavzuni ustoz o'tib berardilar. Hammasi hech qanaqa. Buni bilasam, bu mavzuni bilasam ham, bu mavzuni bilasam ham. Lekin DTM imtihon ishlardik, 30 dan hech ham 30 ta chiqmasdi. 28, 29. Bir kun turg'izdilar. Nimaga bunaqa? Ustoz shunaqa, nimaga bunaqa? Nimadir bilmadingizmi? Yo'q, bildim hammasini desa. Ayniqsa ustozdan shunaqa turg'izib gap eshitish bu juda ham uyatli holat. Shu keyingi safar 30 ta ishlash uchun 2 kun bo'lsa ham 2 kun uxlamasdik. O'tirardik, 300 ta bo'ladimi, 400 ta bo'ladimi test ishlab, yana bitta 30 ta qilardik. Maqtirdilar, yana keyingi safar 28 taga tushardi. Shunaqa yurardik. Qadar bahona qilib qo'yish, shunaqa bo'lgan vaqtlar ham bo'lganmi? Dars kechikirdim. Umuman ustozni jazolamasligi uchun yoki xafa qilmasligi uchun demoqchiman, gruppaga qanaqadir bahona qilib qo'yish. Shunaqa holatlar ham bo'lib turganmi? Issiq paytlari, ba'zan obeddan keyin ro'za kunlari ketaylik derdik. O'shanga ustoz mazamiz bo'lmayapti, unaqa bunaqa kimdir kasal qilardik, ustozdan ruxsat so'rashga, baribir ruxsat bermasdilar-ku. Shunaqa paytlar bo'lgan, lekin darsdan qochish rejalari bo'lgan. U uchun jazolanganmiz ham yaxshigina. Lekin ruxsat bermasdilar. Ustoz bu narsalar ustoz uchun nima deydi, odatiy hol bo'lardi. Madina, sizdan hozir mana shu o'quv markazida o'qiyotgan o'quvchilarga tavsiya. Faqat bizning o'quv markazida, umuman kimyo biologiyada o'qiyotgan o'quvchilar qanday xatolarni yo'l qo'ymaslik kerak? Ularga nima tavsiya berasiz? Shular haqida bitta aytib bersangiz. Chunki milliy sertifikat tayyorlagan vaqtingizda qiyinchilik oson bo'lmaydi, yaxshigina qiyinchilik bo'ladi demoqchiman-da. 2 martadan topshirib ko'rgansiz. Qiyinchilik bo'ladi. Ko'pchilik bilimidan norozi bo'ladi. Men hali imtihonga tayyor emasman. Qo'shimcha nimadir ishlashim kerak. Telegram guruhda nima masala bo'lsa ishlayveradi. Lekin ustoz bergan masala ishlanmaydi. O'zimda ham shunaqa bo'lgan. Ustoz vazifa berardilar. Ba'zan 1-2 marta qilib kelmagan paytim bo'lgan. O'sha kerak emas bo'lgan, sifatsiz bo'lgan sertifikatlarni ishlab, nima sertifikat bo'lsa ishlayverish kerak emas. Faqatgina foyda keltiradigan sertifikat ishlash kerak va u sertifikat o'z shundoq ham ustoz tomonidan beriladi. Avvalambor nima deydi? Bazani yaxshi qilish kerak. Oldin siz ko'p sertifikat ishladingiz degani bu sizni yaxshi natijaga erishasiz degani emas. O'sha xato chiqdimi, keyingisiga o'tib ketish kerak emas. Har bitta xato ustida ishlash kerak. Misol uchun 45 talik test bo'lsa, 43 ta chiqsa, 2 ta xato qilmadi, keyingisida 45 ta ishlayman deyish kerak emas. O'sha xato nimadan bo'ldi? Shu narsani, shu savolni berib, har bitta savol ustida ishlash kerak va har bitta savolni tahlil qilish o'zi yetarli sertifikatdan yaxshi natija olishga. Avvalambor nazariy bilim, nazariydan keyin amaliy, ya'ni masalani ko'p ishlash va asosan matematikaga ko'p urg'u berish kerak. Ayniqsa hozir matematika juda ham qiyinlashib ketgan kimyo masalalarida. Ayniq o'zim ham misol uchun milliy sertifikat oxirgisida qiynaldim matematika darajasida. Qanaqadir
formulalar nimadirlar, tenglamalar, juda katta tenglamalarga ketadi. Agarda matematikani bilmasa odam, o'rganib olaman deyish kerak emas. Matematikani oldin yaxshi qilish kerak. Keyin yaxshi nazariy bilim olib, keyin masala ishlashga boshlash kerak. Bo'lmasa rezultat bo'lmaydi. Ya'ni yaqin o'rtada o'z o'quvchilarni kuzatgandim. Ko'pchilikda bo'ladigan xato nima? O'zi topshirishga ozroq vaqt qolgan bo'lsa ham, o'zi 45 tadan 40 ta ishlayotgan bo'ladi. O'sha 5 tani oshirish uchun ishlayotgan bo'ladi. Lekin har safar ishlaganda 45 ta, ya'ni 45 dan 40 ta ishlab ketadi. O'sha aynan 5 ta xatoni nima sababdan qilyapman? O'zi buni fundamentida qayerda muammo bor edi deydigan narsaga ayrimlar kamroq e'tibor beradi. Juda muhim narsani aytdingiz hozir. Ustozimiz har bitta masalani olardilar, xato qilganimsan. Nimaga xato qilding? Oldinda ishlatirdilar yoki doskada ishlattirardilar. O'shani ishlab berardik. Keyin o'sha masalaga o'xshash kamida 20 ta masala berardilar. Uyda o'shani tahlil qilib, nimaga bunaqa bo'lyapti, nimaga bunaqa bo'lyapti deb o'shandan savollar tuzib, o'shanga o'xshash masala tuzib, keyin mag'zini chaqqandan keyin bo'ldi deb, keyingi xatoni ustida ishladik. Shu narsa ham foyda beradilar. Qarang, baribir charchash bo'lishi tabiiy hol. Charchab ketgan vaqtingiz, boray deb yuborgan vaqtlaringizga shunaqa bo'lib qolishligi mumkin. Shunaqa vaqtlar nima kuch beradi sizga? Shunaqa payt to'g'risi avvallari shunaqa charchagan paytim aytardim. Madina hali instiga kirsang, o'qimaysan. Hozir o'qib olgin, grantga kirsang. Bunaqa deyish kerak emas ekan. Hozir shuni charchadimmi? Hozir shu charchaganimni, charchoqni yig'ishtirib o'qiy, kelajakda ummatga foyda keltirib duo olayotganimda shu charchog'imni mukofotini ham o'shanda olaman. Sen hoziring uchun, hozirgi charchog'ing ko'zingga ko'rinmasin, kelajakdagi savob ko'rinsin degan narsa o'zim ichimdan o'tadi. Charchoqni yig'ishtirib endi dars qilishda davom etish kerak. Grantga o'qish qiyin bo'lmayaptimi? Qiyin bo'ldi. Ayniqsa hozir 1 yillik bo'ldi. Qiyin. Har yil uchun harakat qilish kerak. Har yil uchun harakat qilish kerak. Bir tarafdan yaxshi bizani manfaatimizga deb o'ylayman. Ya'ni o'qish ishlashyaptimi, bo'ldi. Signal keladi, sen grantdan tushasan. Shu narsa o'z motivatsiya bo'ladi, yana yaxshi o'qishda davom etish kerak. Baribir institutda ham har bitta mavzu muhim deb o'ylayman. Shunchaki xuddi maktab darslariga o'xshab o'tib ketish kerak emas. Chunki maktabda o'qiyotganimizda bitta mavzu ko'rdik. Lekin biz hozir inson hayoti uchun keyinchalik javob beramizmi? Har bitta mavzuni yaxshilab o'qishimiz kerak deb o'ylayman va shu sababli yaxshilab o'qiymiz. Ertaga ustozlikdan 5 olish uchun. U hozir o'sha 5 ba'zan kerak emasdir, baho uchun o'qish kerak emas deydiganlar bor. Misol uchun universitet o'qituvchilari shunchaki 5 qo'ymaydi. Siz qachonki bilimingiz yaxshi bo'ladi, o'shanda qo'yishadi. Bilim o'sha 5 olish uchun bilimni yaxshi qilamiz, o'sha uchun mehnat qilamiz, 5 olamiz. Men o'ylayman, baho sistemasi ham baribir rol o'ynaydi. Inson faqatgina o'zim uchun o'qiyman, kerakli fan o'qisam bo'ldi degan narsa kerak emas menimcha. Ayni vaqtda nimalar bilan shug'ullanyapsiz? Ingliz tili o'qiyapsizmi? Ha. Shu o'quv yili xudo xolisa IELTS topshirish niyatim bor. IELTS 9 olish niyatim bor. Eshitganim, yaxshisini olishni niyat qil, munosib beriladi. 9 niyat qilamiz, munosibini olamiz xudo xolisa. Yaxshi, juda bu endi doktorlikda ingliz tilini ahamiyati juda muhim deb bilasizmi? Juda muhim. Ayniqsa adabiyotlar, chet el adabiyotlarida bizda yo'q bo'lgan ko'p ma'lumotlar bor va mavzular yaxshiroq yoritib berilgan chet el adabiyotlarida. Kutubxonaga kiramiz, o'zbek adabiyotlari ham bor, lekin biz o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumot ololmasligimiz mumkin. Shuning uchun baribir har bitta soha vakili chet el tillarini o'rganishi kerak deb o'ylayman. Chunki qancha siz ko'p til o'rgansangiz, shuncha ko'p eshiklar ochiladi. Shu sababli ingliz tili hozir eng muhimi. Sal chuqurlashaman, qarang. Bizani ko'p maktabda o'qiydigan o'quvchilar shundoq ham kimyo biologiyadan ham ingliz tilini ham chuqur o'rganib chiqishadi. Lekin o'quv markazida unday emas. O'quv markazidagi o'quvchilarning vaqti nisbatan kamroq bo'ladi, chunki boshqa joyda maktabda o'qiydi, obeddan keyin vaqtini repetitorga ajratadi va shu hisobidan o'zi kimyo biologiyani ortmaydi demoqchiman. O'sha o'quvchilar o'sha kimyo biologiya bilimi bilan institutga kirgandan keyin ingliz tilini boshlasa, qanchalik qiyinchilik bo'ladi va eplab ketsa bo'ladimi bemalol? Qiyinchilik bo'ladi albatta. Uyqu kamayadi. Imtihonga kirib chiqdim men. Mana shu data imtihoniga kirib chiqdim. Natijamni kutmasdan o'sha ingliz tilini boshladim. Chunki bilardim, ertaga institut boshlansa men bahona qilaman. Darsim ko'p, keyinroq o'qiy, u bu deb. Avgustda bizaniki oxirida bo'lgan ikkita fandan sertifikatimiz borligi uchun 15 avgustdan ingliz tilini boshladim. Endi birinchi institut darsini qilaman, institutdan keyin ingliz tilini qilaman. Ikkalasini ham hozir yaxshi olib ketaman degan umiddaman. Juda yaxshi. Endi agar bo'lisha olsangiz, kelajakdagi maqsadlaringiz, o'zi nima reja qilyapsiz, buning uchun nimalar qilishingiz kerak hali? Shular haqida gapirib berasiz.
to'g'risi ustozimizning gaplari bor. Maqsadlar qo'yiladi, unga xarita chiziladi, xarita bo'ylab harakat qilinadi, lekin hammaga yetilib berilmaydi. Lekin o'sha oxirgi 6 yillik maqsadlarim bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda bir nechta ilmiy loyihalar ustida ishlayapmiz. Shaxsan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Romanovich qo'llaridan Zulfiyaxonim medalini olish. To'g'ri, bu unaqa katta mukofot emasdir, lekin men uchun nimadir ifodalaydi bu ham. Undan keyin manba ertaga institut bitirganimda diplom uchun bitirish emas. Ya'ni o'z yo'nalishimni yetuk, o'zim o'rganishim kerak bo'lgan hamma bilimni to'liq o'rgangan holatda institutni a'lo baholarga bitirish. Undan keyin chet el, ya'ni meditsina rivojlangan Germaniya bo'lishi mumkin, Yaponiya bo'lishi mumkin. Shu davlatlarga borib, bir marta bo'lsa ham u yerda meditsina atmosferasini ko'rib, ularni nima bilimi bor, nega bo'ladi, ular u darajada meditsina rivojlanyapti, shularning sirini o'rganib, keyin xudo xolasa O'zbekistonga qaytib kelib, bu undan keyingi maqsadim, eng katta maqsadim klinika ochish, noodatiy klinika. Ya'ni u klinika nimasi bilan noodatiy? U klinikada faqatgina nimasi bo'ladi? Hamma bemorlar emas, faqatgina og'ir operatsiyalar o'tkaziladigan va davosi topilmagan bemorlarga xizmat ko'rsatadigan, undan tashqari onkologiya, ya'ni saraton kasalligi bilan chalingan bemorlarga xizmat ko'rsatiladi va nimasi hozir atrofimda kuzataman-da, ko'pchilik O'zbekiston meditsinasi bo'lmaydi, tashminimal doktorlar bitirib chiqadi. Qaniydi pulim bo'lsa chet elga borib operatsiya qildirib keladigan narsalar eshitaman, juda xafa bo'laman. Bir kun shunaqa klinika ochiki, chet elliklar orzu qilsin, O'zbekistonga borib qaniydi operatsiya qildira olsam yokida davo topa olsam degan. Hozir atrofimda ko'raman, ko'pchilik noto'g'ri tashxisdan aziyat chekyapti. Shu narsani butun O'rta Osiyodagi, butun dunyodagi eng yaxshi shifokorlarni bitta joyga jamlagan holatda shu kasalliklarning davosini topish, undan tashqari og'ir operatsiyalarni o'tkazib, to'g'ri tekin bo'ladi demayman, pulli bo'ladi va o'sha shifokorlarga beriladigan xizmat haqqidan tashqari qolgan pulni o'zim manfaatim uchun emas, saraton kasali bo'lgan yosh bolalarga sarflash. Sababi yaqindagina onkologiya bolnitsasiga bordim. Juda ayanchli holatda. Ayniqsa yosh bolalar bor, ular hali dunyoga nima kelganini bilmaydi, lekin shu darajada og'ir dard bilan kurashyaptiki, bu dard bilan o'zi katta insonlar qiynaladi. U kichkina bolaning ko'zi shunaqa bir dard, shunaqa bir samimiylik bor, juda ko'nglingiz g'alat bo'lib ketadi va o'sha pulni shu saratonga chalingan, og'ir kasallikka chalingan bolalarga sarflash, ularni nima deydi, davolash. Siz bitta kichkina bolani davolasangiz, nafaqat u bola xursand bo'ladi, uni oila a'zolari xursand bo'ladi. Sababi ona o'zidan ham ko'ra bolasi uchun ko'proq qayg'uradi. Shu uchun shu bolalarga shu pulni sarflash niyatim bor, xudo xolasa. Undan tashqari klinikada laboratoriya bo'ladi. Erta o'sha bilimga chanqoq, yetuk shifokorlar davosi topilmagan kasalliklar bo'yicha shug'ullanadi va xudo xohlasa, ishonaman, umid qilaman, sababini qilaveraylik. Bitta davosi topilmagan kasallikni ochsak, u qancha ummatga foyda keltiradi va bu shu kasallikni ochganimiz uchun kelajakda Nobel mukofoti olish niyatimiz bor. Chunki bir kun Doniyor Nasirovning gaplarini eshitganman. O'zbekistondan hali hech kim Nobel mukofoti olmagan va o'sha oladigan ilk inson meni shogirdlarim ichida bo'lsin, orasidan bo'lsin degan gaplari bor. Shu gap juda ham meni ko'nglimni qanaqadir g'alati qilgan. Xudo xohlasa, juda ham katta niyatim bor. Shu Nobel oladigan shogirdlarim men bo'l. Bu uchun qo'limdan kelgancha harakat qilaman, kerak bo'lsa uxlamaslikka ham tayyorman. Sababini qilaveraylik, natijasi Allohdan. Juda yaxshi, maqsadlaringiz havas qiladigan. Qancha maqsadingiz katta bo'lsa, g'amingiz ham shuncha katta bo'ladi va harakatingiz ham shunga yarasha bo'ladi. Albatta. Bunisi juda yaxshi. Madina, o'sha sertifikat topshirgan kuningiz o'zingizda qanaqa hissiyotlar bo'ldi? Ayni o'sha vaqtda qo'rquvmi, nima deb ataladi? Yoki bo'lmasa mana shu sertifikatga tayyorgarlik jarayonida guruhingizga oid qanaqa gruppaviy qiynalgan joylar bo'lganmi? Albatta, mana oldingi o'quv markazimda unchalik ham kuchli bilimga chanqoq o'quvchilar yo'q edi, ko'p emas edi va shu narsa meni bilimimga ortiqcha darajada baho berishimga sabab bo'lgandi. Kolba ta'lim markaziga keldim, guruhga kirdim. Ha, dedim, demak, Madina, san hali hech kim emas ekansan. Juda bilimi kuchli o'quvchilar bor edi va ular bitta emas, bir nechta edi. Ya'ni deyarli butun guruhimiz o'qirdi va ular nimaga bu yo'lga chiqqanini juda yaxshi bilardi. Agar maqsad qo'ygan inson kuchsiz bo'lmaydi. Shu uchun juda bilimli o'quvchilar bor edi. Biz ular bilan ertalabdan kechgacha o'qirdik, oila a'zolarimizdan ham yaqin bo'lib ketishgan, chunki bizda 12 soat bo'lardi darslar. Sertifikatdan oldin ustozlarimiz xuddi ota-onamizdek bo'lib qolishgan edi. Kuchli tayyorlandik, sertifikat kuni keldi. Men bir marta topshirib 0.2, 0.4 yetmagan. Og'zi kuygan ikkinchi marta puflab ichadi degandaki,
ustozimiz aytgandilar, boringlar, dam olinglar, ertaga kelasizlar deb. Men endi kechqurun o'tirdim. Yarim kechasi birmidi, tanishim sertifikat tashladi, 5 ta sertifikat, 45 talik. Go'yoki hozir shuni ishlamasam, ertaga imtihonni o'tolmayman. O'shani o'tirib ishlayman. Ertalab qarasam 5:30 bo'lib qolgan, уже imtihon yaqin. Nima qilaman dedim, ustozga keldim, ustoz shunaqa bo'ldi dedim. Keyin gap ham eshitdim. O'zi bir marta yiqilding, yana shunaqa qilasanmi degan gap ham eshitdim. Va ustoz shunda bitta gap aytdilar. Mayli, sababini qilibsiz. Sababini qildingizmi, Allohga suyaning, qadariga roziman deb kiring. Nima bo'lsa endi bu Allohdan. Agar siz shunga munosib bo'lsangiz, olasiz shu natijasi. U yerda qancha sizga to'sqinlik bo'lmasa ham dedilar. Keyin bismillah kirib ketdik, yaxshi duo qilib imtihon kirdik, sertifikat oldik. O'sha payt birinchi rashk modeldagi sertifikat tushdi. Juda noodatiy edi va masalalar juda ham qiyin va u juda ko'p ustozlar orasida ham muhokamalar sabab bo'lib ketdi. Chunki chet eldan tarjima qilingan va to'g'ri tarjima qilinmagan. Lekin biz o'shani ishlab chiqishimiz kerak. Ochdim kitobni, o'zi bu narsani maslahat bermayman. Har doim birinchisidan boshlab ishlash kerak. Men o'sha kundan o'zi juda noto'g'ri ishlar qildim va oxirdan 45 dan boshlab ishladim. Bitta ishlayapman, ikkita ishlayapman. O'sha kuni men omadim keldi. Ya'ni boshiga qiyinroqlar, oxiriga osonroqlar qo'yilgan ekan. Ya'ni abituriyentlar boshida qiyin bilan chalg'isa, balkim oxiriga yetib bora olmaydi degan ma'nodami? Bilmayman, oxirdan ishladim-da chiqotdi. Oxiriga borib 10 tachasi chiqmadi. Bir kun oldin Doniyor Nasizinovga maslahatlar bor edi, bitta o'gitlari. Agar sizlar masalanglar chiqmadimi, sizlar srazu bo'ldi, men hech nimani ishlamayman deb degan o'yga bormanglar. Sizlarda chiqmayaptimi, yoninglardagilarda ham chiqmayotgan bo'ladi. O'sha masalani olinglar. Chuqur nafas olib o'qinglar. Ma'no nima bo'lyapti, nima demoqchi? Agarda shunda ham yetib kelmadimi, o'shanga o'xshash masala tuzishga harakat qilinglar degandilar. Men qaraganimda 35 dan ishlaganimda yana 1 soatim qolgandi. 1,5 soat 35 dan ishlab o'rgandim. Demak, yetarkan xudo xolisa dedimda 10 taga o'xshash masala tuzishga harakat qildim. Ya'ni o'shani ishlashim kerak, chunki bilib turibman, 10 tani ishlamasam, yana bu safar ham nechidir ball yetmaydi. Xoh o'qiyin bo'lsin, xoh boshqa bo'lsin. Ishlashga harakat qildim. O'shanda ko'zimga ko'rinyapti. Ya'ni nazarda qochirgan narsalar, bittasida gazni, ajralayotgan gazni hisobga olmaganman. Shu bilan keyin ishlab natija chiqdi. Keyin natija chiqqanda 81-11 balli 100% A+ natija chiqdi, xudoga shukr. Yaxshi. U bitta menda emas, guruhdoshlarimda ham o'sha payt juda ajoyib natijalar chiqqan edi. Masalan, Jo'rabek juda mashhur guruhdoshimda ham ikkita fandan bittasidan A+, bittasidan B+, ya'ni unaqa o'quvchilar juda ham ko'p va Kolba ta'lim markazi uchun sertifikatli o'quvchilar bu odatiy hol. Nechta topshirgan? Adashmay guruhlaringizda o'quvchilar? O'sha oxirgisida 100 dan 100 olgan. Qancha o'quvchi topshirgan bo'lsa, hammasi sertifikat olgan. Chunki tayyorgarlik juda ham boshqacha bo'lgan. Juda yaxshi. Ya'ni shunchaki imtihon emas, ya'ni mas'uliyat bilan qaralgan. Har bitta masalaga, har bitta narsaga kerak bo'lsa yakshanba kuni ham ustozlar dars qo'yishardi, yakshanba kuni ham o'qirdik va natija zo'r bo'ldi. 8 soat, 12 soat o'qiymiz dedingiz. Qaysi vaqtda o'qiyardingiz o'sha vaqt? Ba'zan ustoz 7 dan chaqirardilar. Ertalab 7 dan. 7 dan, kechqurun 9 gacha qolib ketgan paytlar. Yoz oylarida, to'g'rimi? Yoz oylarida. Lekin qishda voqealar javob berishardi, baribir qiz bola kechqurun yurmasin deb. Shu 7 dan 7 gacha, ba'zan 8 dan 6 gacha bo'lardi. Ya'ni mavzu darajasiga, imtihon tugashigacha, ya'ni shu kun manfaatli bo'ldimi? Bu o'quvchiga biz manfaatli narsa bera oldikmi? Agar bera olgan bo'lsak, ruxsat berilardi, bo'lmasa o'tirilardi. Agar imtihondan yaxshi natija olmasak, qolib, bu bizga jazo sifatida uni yana o'shanga o'xshash masala ishlardik. O'sha o'zimizdan ustimizda ishlab, so'zga topshirib, keyin ketardik. Shunchaki uyga bormam, xatolaring ko'rib qo'yib bo'lmas edi. Ustoz oldilari tahlil qilib, javobini berib, xatoyimizga keyin ketardik. Shunda 12 soat, 10-12 soat dars bo'lardi. Uyga borib, keyin erta ovqat yeb, bu ishlarni qilib, yana o'tirib darsga o'tirardik. Ustoz bir bo'lsami, ikki bo'lsami, noodatiy masalalar tashirdilar guruhga. Keyin birinchi ishlashga tashirdik. Keyin bomdoddan keyin bomdodda unumi juda ham boshqacha bo'ladi deb ustoz doim bomdoddan keyin onlayn dars qo'yardilar. U Zoomga o'xshagan dars, hamma o'quvchilar kirishi shart. Ustoz bitta mavzu berardilar va rostdan ham o'sha ertalabki onlayn dars unumi hozir shu kungacha nechta darsga kirgan bo'lsam ham topmadim. Siz nima mavzu o'tgan bo'lsa, har bitta so'zlargacha esimda, har bitta o'rgatgan masalalari, yangi yo'nalishlar hammasi juda ham unumli bo'lardi, juda barakali bo'lardi o'sha darslar. Ertalab bomdoddan keyin dars, ham kunduzi bu yoqda shunaqa. Keyin dars tugirdi, 4 da boshlansa 6 da tugirdi, keyin choyimizni ichib yo'lga tushardik Kolbaga. Juda yaxshi. Madina, kelajakdagi maqsadlaringizga omad tilaymiz. Jamiyatimizda sizdek doktorlar ko'paysin. Bizga vaqt ajratganingizga kattakon rahmat. Agar siz yoki tanishlaringiz tibbiyot sohasidagi o'quv markaz qidirayotgan bo'lsa, ayni Kolba o'quv markazida o'qish imkoniyatiga ega bo'lasiz.
Salomat bo'linglar. Keyingi sonlarda ko'rishguncha.